Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kur'an'ı tushunishning oddiy usuli birinchi ders grammatik qismi. Biz bu darslikdan arab tilidagi almashlardan u, ular, siz, men, sizlar, biz qatorliq 6 so'zni o'rganamiz inshaalloh. Biz bu dersliklerimizni kasbiy tushunishga qiyin bo'lgan bu rasmdagidek atalg'ılar bilan başlamaymiz albatta. Aksicha biz dersimizni nihoyatda foydali usuldan boshlaymiz. Bizning darsimiz Fatihadan boshlanadi. Biz har kuni Alloh subhanahu va taologa 17 qitimdan ko'proq gap qilamiz. Arab tilini Alloh subhanahu va taolo bilan mashq qilaylik. Bu nishonimizga dal to'g'ri kelgan ajoyib boshlanishdir. Biz kundadagidek 1 soatga yaqin vaqtimizni 5 vaqt namozda Alloh subhanahu va taologa gap qilish bilan o'tkazamiz. Nima uchun dal shu yerdan boshlamaymiz? U aqlga eng uyg'un keladigan atlanishdir. U hamma musulmonlar uchun, erlar bo'lsin, ayollar bo'lsin, qarilar bo'lsin, yoshlar bo'lsin, hatto bolalar uchun mu nihoyatda uyg'un keladi. Arab tilini o'rganishning boshqa xil usullari bor. Siz shu yo'l bilan o'rgansangizmi bo'ladi, lekin bizning nishon qilganimiz bu hayotlikdagi ibodatlarimizni to'liq Alloh rizoligida qila olishimiz uchun ibodatimizga zarur bo'lgan Qur'onik arab tilini, ya'ni namozlarimiz, duolarimizdagi arab tilini tushunish uchun biz bu yerdan boshladik. Alhamdulillah. Ya'ni biz bu ham so'zliklarni kundalik namozlarimiz va ibodatlarimizda, Qur'on o'qishlarimizda, duolarimizda har qanday boshqa so'zliklardan eng ko'p takror qilganligimiz uchun qayta takrorlash orqali puxta o'rganib ham tushunib ibodatlarimizni to'liqlay olamiz inshaalloh. Eskartishga to'g'ri keldiki, biz namozlarimizni xushu bilan, ya'ni butun diqqatimizni yig'ib, butun vujudimiz bilan bilib turib, to'g'ri talaffuz qilib o'qishimiz uchun bu jadvaldagi ko'rsatilgan arab tilida jami 28 harf bor bo'lib, buning ichidagi 20 harf Uyg'ur tili alifbasida bor. Siz faqat yuqorqi jadvalda so'l tarafda ko'rsatilgan 8 harfni, ya'ni ha, to, ayn, sod, fa, zol, dod, lo qatorliq 8 harfni to'g'ri talaffuz qilishni o'rganib olsangizlar, Arabchini, ya'ni jumladan Qur'onni to'g'ri tajvid bilan o'qiy oladigan bo'lsangiz inshaalloh. Bu 8 harfni va qolgan harflarni to'g'ri talaffuz qilishni o'rganib olish bizningki Qur'onni, ya'ni namozni xushu bilan o'qishimizga, to'g'ri ajrga erishishimizga bevosita foydasi bo'ladigan birdan-bir usul. Alloh subhanahu va taolo hammamizga mushu fitna fasod mazgillarida Qur'onni to'g'ri o'qish uchun shu Qur'ondagi har bir harflarningki haqlarini to'g'ri atilishini o'rganib olishimizga ham o'rganib bo'lgandan keyin amalga silib, boshqalarga taqchiq sababchi bo'lishimizga yordam berishini tilaymiz. Biz bu grammatika o'rgatamiz, ammo bizning grammatikamiz boshqacha. Biz uni oddiy, qiziqarli va oson qildik. Alhamdulillah. Alloh shukrlar bo'lsinki, biz arabcha o'rganishda butun badan tang ish qilinadigan usul, ya'ni TPI ni tadqiq qilib chiqdik. Butun badan tang ish qilinadigan o'rganish usuli TPI, ya'ni ko'z, quloq, miya, ovoz, qo'l, yurak degandek barliq a'zolaringizni ish qiladigan usul. TPI ning qisqacha tushuntirishini so'zlab o'tay. Buning videoli qismini inshaalloh kelar qitimda to'liq ko'rsatishga tirishamiz inshaalloh biiznillah.
Biz huva degan vaqtimizda qo'limizni uchinchi shaxsga yoki bo'lmasa o'ng tarafimizga jaynikimizni beqinimizga chaplab turib, ko'rsatkich barmoqimiz bilan o'ng qo'l tarafimizga qilib turib, huva deymiz. Chunki biz ko'rmagan yoki uchinchi shaxs. Hum bo'lgan vaqtida bosh barmoqimizni jumbo'ylab turib, 4 barmoqimizni ko'rsatamiz shu tarafga, o'ng tarafga. Huva deganda bir barmoqimizni, ko'rsatkich barmoqni, qolgan 4 barmoqni jum bo'lamiz. Hum bo'lgan vaqtida bosh barmoqimizni yumib turib, 4 barmoqni shu o'ng qo'l tarafga ko'rsatamiz. Huva bilan humninki ko'rsatilish nishoni o'xshash bo'ldi. Anta bo'lgan vaqtida huvaga o'xshash shu 4 barmoqimizni yumib turib, bosh barmoqimizni oldimizdagi shaxsga, anta, ya'ni yoki sizlar menga, men sizlarga, yoki bo'lmasa sizlar so'zlashayotgan bir odamga ko'rsatamiz. Bu chaqdimi o'xshash jaynikimiz shu beqinimizga chaplashib turgan yaxshi. Oldimizga uni uzun so'zib etishning hojati yo'q. Ana bo'lganda o'zingiz tarafga. Ana bo'lgan vaqtida men bo'ldim. Men bo'lgandan keyin o'zimga qaratib turib shu barmoqimni qag'ini yumuqliq, o'zimga shu bir barmoq men qaratildi. Ya'ni bu ko'krak qismiga qaratildi. Buni tekkizilishning hojati yo'q. 10 sm ariqda tutib turib o'zimiz tarafga qaratamiz. Antum bo'lgan vaqtida bu sizlar, bu shu ikkinchi shaxsningki ko'pligi. Bosh barmoqimizni yumib turib, 4 barmoq bilan shu shaxsni ko'rsatamiz. 4 barmoq kichkinakdan echiladi, ariqqa qoladi. Nahnu bo'lgan chaqda shu 4 barmoqni qaytirib akilib, ana deganninki shu o'rniga akilamiz. O'zimiz taraf qaratamiz. Nahnu, bu biz bo'lganlik uchun. Ya'ni birlikka bir barmoqimizni, ko'plikka 4 barmoqni chiqardik. Hozircha shunchalik tushunib olsak bo'ldi. Inshaalloh buni kelgusida tafsiliy tushundiramiz. Be'idnillah. TPI usulidan foydalanib, barliq sezgilaringizni ish qilsang, ya'ni anglang, ko'ring, o'ylang, so'zlang, ko'rsating, uningga ishtiyoq bog'lang, ham bularning hammasini birlashtiring. Ya'ni bu xil o'rganish usulini oiladagilar, do'stlar bilan yoki guruh bilan, qisqartib aytganda, guruh bilan o'rganganda buning unumi nihoyat yuqori bo'ladi. Ya'ni hozir biz o'zimiz mashq qilib baqsak, bir so'zlikni anglaymiz. Anglaymiz deganda qo'limizni quloqimiz tarafga apiramiz. Andin ko'ramiz. Andin uni o'ylaymiz ma'nosini. Andan keyin so'zlaymiz. Bu yerdagi anglash, ko'rish, o'ylash bu uchi bir sezimga keladi. Endi so'zlaymiz shu ham so'zni to'g'ri atalishini. Andan keyin qo'limizda ko'rsatamiz. O birlikmi, ko'plikmi, birinchi shaxsmi, uchinchi shaxsmi, ikkinchi shaxsmi. Andin buni butun ishtiyoqimiz bilan qilamiz. Hargizmi buni qo'limizdan uchida, og'zimizdan uchida yoki xo'sh yoqmaganda qilmaymiz-da. Buni qilgandan keyin bularning hammasini birlashtirib qilamiz tangli bir vaqtda. Ya'ni bir vaqtda deganlik shu anglagan vaqtida buni ko'ramiz, ko'rgan vaqtida ma'nosini o'ylaymiz, andan keyin buni so'zlaymiz. So'zlagan vaqtida qo'limizni harakatlantirib turib ko'rsatamiz. Ham shu butun muhabbatimiz, ya'ni ishtiyoqimiz bilan qilamiz. Buni eng yaxshisi hozirdan boshlab shu o'rganayotgan mayli balavoqlar bo'lsin, oiladagilar bo'lsin, do'st birodarlar bo'lsin, har qanday saboqdosh bo'lganlar o'zaro bir-birisiga yordamlashib, so'rashib o'rganishi eng qulaylik usuldir. Bütün beden ish qilinadigan o'rganish usullaridan foydalanish. Unumlik va tez o'rganish uchun barliq sezgilaringizni ishlating. Bu hargiz chaqchaq emas. Balki fe'l va almashlarning xilma-xil shakllarida o'rganishdagi unumlik, oddiy va mukammal sistemadir. Shayton sizni to'sib qo'ymasin. Hargizmi buni keyin qilaman, at qilaman demang. Hatta
siz arabcha bilgan taqdirdami boshqalarga o'rgatish uchun bu usulni o'rganib oling. Bu kursda biz TPI usulidan foydalanib Qur'onda 13 ming qatim takrorlanadigan 30 so'zni o'rganib olamiz inshaalloh. TPI usulining videolik qismini inshaalloh kelar qitimliq kursimizda suratli qilib ishlashga tirishimiz inshaalloh. Bütün beden ishqisilinadigan o'rganish usuli Qur'ondagi so'zlarni tushuntirishda favqulodda foydali bo'ladi. Masalan, 5 xil holatni birli shaklda ifodalagan bo'ladi. Buning mashq usulini ayrim tushuntiramiz inshaalloh. Ba'zilarimiz buningdan xijil bo'ladi yoki jiddiylashadi. Xuddi ular qo'llari 20 kilogram keldigandek midiriltanmayotgandek his qiladi. Siz uni izchil ishlatib kelyapsiz. Siz telefonda biriga yo'l ko'rsatganda, masalan, udul mening ondan o'ngga buriling degandek, nima uchun qo'lingizni harakatlantirasiz? Chunki bizning mingimiz ana shunda xizmat qiladi. Biz mingiga o'zining xizmat usulini o'rgatyapmiz. Boshqa hamma ish uchun ishlatgan qo'lingizni nemishqa Qur'on o'rganishga ishlatmaysiz? Endi darsligimizdagi 6 so'zni o'rganaylik inshaalloh. Bu 6 so'z Qur'oni Karimda 1295 qitim, 1300 qitimga yaqin takrorlandi. Bu 1300 qitim takrorlanib keladigan so'zlikni biz faqat 5-6 minutda o'rganib olamiz inshaalloh. Qani tuvanda amsa menga ergishib takrorlang. Huwa, u, hum, ular. Huwa, u, hum, ular. Huwa, u, hum, ular. Ente, siz, ana, men. Ente, siz, ana, men. Antum, sizlar. Nahnu, biz. Antum, sizlar. Nahnu, biz. Endi buni mashq qilaylik. Men arab tilini o'qiyman, siz tarjima qiling. Huwa, u, hum, ular. Anta, siz, ana, men. Antum, sizlar. Nahnu, biz. Mushu usulda 3 qitimdan 5 qitimgacha mashq qiling inshaalloh. Endi men arab tilini o'qiyman, siz menga ergishib takrorlang inshaalloh. Huwa, hum. Huwa, hum. Anta, ana. Anta, ana. Antum, nahnu. Antum, nahnu. Huwa, hum. Huwa, hum. Anta, ana. Anta, ana. Antum, nahnu. Maşallah, siz Qur'onda 1295 qitim takrorlanadigan 6 so'zni o'rganib oldingiz. Alhamdulillah. Endi bu usul oson ham qiziqarlidir. Har bir grammatika darsi sizning Qur'onni tushunishga qanchalik yaqinlashganligingizni ko'rsatib berdi. Yangi so'zlar. Men, muslim, muslimun. Men deganimiz Uyg'ur tilidagi kim degan bo'ladi. Men degandan farqli bo'ladi. Min a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Min. Bu din bo'lib, men deyilganda bu kim degan bo'ladi. Ya'ni bu bizningki qabrda so'riladigan birinchi savoldiki man rabbuk. Rabbingiz kim degandiki men. Bu Qur'oni Karimda 831 qitim takrorlanib keldi. Muslim, musulmon, birlik. Muslimun, musulmonlar, ko'plik. Biz endi oldimizda o'rgangan
6 sözlükni bu yeni sözlükke silip koşup ügüneyli. Men huve. Men kim? Huve u. Men huve. U kim? Men hum. Men hum. Ola kimler? Men huve. U kim? Men hum. Ola kimler? Tüvende men soray, size cevap verinler. Men huve. Huve Muslim. Huve Muslim. U kim? U Müslüman. Men huve. Huve Muslim. U kim? U Müslüman. Men hum. Hum Muslimun. Olar kimler? Olar Müslümanlar. Maşallah. Men ente. Ana Muslim. Men entum. Nahnu Muslimun. Men huve. U kim? Huve Muslim. U Müslüman. Men hum. Olar kimler? Hum Muslimun. Olar Müslümanlar. Men ente. Ana Muslim. Siz kim? Men Müslüman. Men entum. Sile kim? Nahnu Muslimun. Biz Müslümanlar. Tüvende men soray, size cevap verinler. Men huve. Huve Muslim. Huve Muslim. U kim? U Müslüman. Men huve. Huve Muslim. U kim? U Müslüman. Men hum. Hum Muslimun. Olar kimler? Olar Müslümanlar. Maşallah. Men ente. Ana Muslim. Men entum. Nahnu Muslimun. Bu cedvelni qaytadan körüp çıkıp ente, ana, entum, nahnu qatarlıqlar arqılıq Arapça sözleşişini meşq qılın inşallah. Acayip Arapça. Ve fe. Ve fe. Ve hem. Fe şunun bilen şuna. Arapça intayin qiziqarlıq bir til. Tekrar kullanıldığan sözler birle harf bilen yazılıdı. Bu xil harfler bilen sözün arasına boşluk koyuşunun haceti yoktur. Adetki kitaplarda zir zeber belgisi yok. Fakat harflerle var. Bunun da boşluk deyilidi, ixcham görünüdü, okuş asan, yeziş kolaylıktır. Baştaki harflerini ayırın. Ve huve. Ve huve. Ve hum. Ve hum. Bir yerdeki ve'nin manisi bilen ve deganlik. Arap tildeki ve bilen Uygur tildeki ve'nin oqilishi manisi o'xshashdir. Endi biz ve bilen aldığımızda ügünüp ötken 6 sözüne koşup ügüneyli. Ve huve. Ve u. Onun bilen. Ve hum. Ve ula. Ula bilen. Ve ente. Ve siz. Siz bilen. Ve ana. Ve men. Ve entum. Ve sile. Ve nahnu. Ve biz. Bunu mu yukarıdaki usul boyunca ayrım meşk kılın inşallah. Fehuve. Fehuve. Fehum. Fehum. Bir yerdeki fe şuna, şunun bilen. Tövende koşup bir güneyli. Fehuve. Şuna u. Fehum. Şuna ular. Feente. Şuna siz. Feene. Şuna men. Feentum. Şuna sile. Fenahnu. Şuna biz. Belki siz oylaydıgansız. Nim için 14 xil şeklini ügetmey 6 xil şeklini ügetimiz. Yani huve, huma, hum, hiye, huma, hunne, ente,
entuma, entum, enti, entuma, entunne, ana, nahnu. Bu 14 xil şekilden biz 6 xilini köpürek qo'llanib o'timiz. Chunki biz en köp uçuradigan şekilini tanladık. Qolganlarini paydın-pay o'rganayli. İkilik ve ayollik şekillerini keyinçe o'rganamiz inşallah. İkilik yoki ayollik şekillerini keyinçe o'rganishimizdagi sabablardan biri Allah subhanahu ve taola'nın Kur'an-ı Kerim'de ya eyyuhellezine amenu degenleri ayollarga ortak işletildi. Yani bir taraftan ikilik şekli kemden kem uçuraydı. Şunlaşka bu şekilde aldığımızda uçurganda ulanı asalla ügünü alalayımız inşallah. Ügünüş körsetmeleri. Siz ügüneleysiz. Kur'an'ı ügünüş için mığınızını işqisi ilişiniz gerek. Halbuki siz acayip akıllık bir mığıge ege. Mığımızda 100 milyardan artık hücre var. Yani mığımız 100 milyar hücre yoki nervlardan terkip tapkan. Bu hücrelerin her biride 20 ming daraxtsimon o'sekchilar bor. Her bir hücre 20 ming shexi bor daraxtga o'xshaydi. Texima hayron qolarligi bu daraxtsimon o'sikchilar her sukunatda 500 qitim tegishib ayrılıp turdu. Yani cıg tegishib ayrılıp turdu. Allah subhanahu wa ta'ala bizge naiti köp iqtidar ata qilgan. Şuna ügünelmeymen demang. Birov sizni hamoqat desa, e'tirof qilamsiz. Shundaq turuqliq siz nimishqa sen Qur'onni ügünelmeysen degan shaytonga quloq solasiz. Her qitim ügünish tezki to'xtaganda shaytonning vasvasalarining sharridan Allah subhanahu ve taolaga sig'inib ügünishni davomlashtiring. Elhamdülillah biz birinci dersini tamamlaganda Qur'onda taxminan 7248 qitim uchraydigan 11 so'zni o'rganib oldik. Qur'onda taxminan 78 ming qitim takrorlanadigan 4500 so'z bor. Yan tarafdagi batareya bizning mingimizni 78 ming so'zning ma'nosi bilan zahratlashimiz kerakligini ko'rsatdi. Biz bunun ichidagi 7 ming so'zni birinci dersda tamamlab oldik. Elhamdülillah. Endi sizning topshiriqlarni davomlashtirishingizga bog'liq. Tövende bu 7 topshiriqni bir qator ko'rib chiqaylik. 7 topshiriq qiraat to'g'risida 2 topshiriq, o'rganish to'g'risida 2 topshiriq. Ya'ni qiraat to'g'risidagi 2 topshiriqda mushafga qarab 5 minut, yodiga olgan qismdan 5 minut o'qish. Albatta biz Allah subhanahu ve taola'nın kalamını kam deganda oyda bir qitim o'qib tamom qilishimiz kerak ma'nosi bilan. Qur'onning eng oxirgi tuzitilgan qismini ovozliq ham PDF qilib tamomlab bo'ldik. Alhamdulillah. Ehtiyojinglar bo'lsa buni avatib bersak bo'ldi inshaalloh. Qur'on bizningki mangulik baxt saodatga yetish nishonimizdagi hidayet hem rahmettir. Şuna bunu 5 minut deyiginimiz en tüven ölçem. Aslida yarım saatten 1 saatgacha davomlash kerak kunda. İkinci, o'rganish to'g'risida 2 topshiriq. Ya'ni kitobdan hozirgi mush PDF'ni tushirib olsanglar bo'ldi, yoki bo'lmasa biz avat bersak bo'ldi. Shuning bilan birga bugun o'rgangan qom so'zlikni, ya'ni huwa, hum, anta, ana, antum, nahnu. Men, muslim, muslimun ve fa qatorliq 11 so'zni bir-birisi bilan bog'lashtirib jumla tuzishni ham savol javob nusxasida mashq qilib puxtalab o'rganib oling inshaalloh. 5-incisi darslikning ovozliq nusxasini tinglab turing. 6-incisi
hamrohlaringiz, saboqdoshlaringiz yoki oila a'zolaringiz, do'stlaringizdan savol javob qilib so'rab o'gining. 7-si, namozda o'xshamaydigan suralarni o'qing. Oxirida siz tanlandingiz. Allah subhanahu va taala sizni Qur'on o'rganishga tanlabdi. Allah subhanahu va taolaning bu tanlashini voz kechish bilan rad qilmang. O'zingiz uchun duo qiling. Ya'ni Robbi zidni ilma bilan boshlang. Yana biri saboqdoshlaringiz uchun, ya'ni barliq mu'min musulmonlar, Qur'on o'rganayotgan, Allohga ibodat qilayotgan musulmonlarning Qur'on sinflarida Qur'on o'rganishimizga yordam qilishini tilab duo qiling. Bo'libmi o'zingiz ko'chirib olgan so'zlik varaqchisi yoki bo'lmasa yanchi xotira daftarini takrorlashni hargiz unutib qolmang. O'qituvchi bo'ling. O'rganishning eng yaxshi usuli o'rgatgach o'rganishdir. Darslik hujjatini tushirib olib, o'rgatishni boshlang. Allah subhanahu va taala bizning Qur'onni qiroat qilishimizga, tushunishimizga, tafakkur qilishimizga, hayotimizga tatbiqlashimizga, tarqitishimizga va yodlashimizga yordam qilishini tilaymiz. Subhanaka Allohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.